Nemislarda aqlli yaxshilab e'tibor bering. Bu ikkinchi jahon urushi paytida Germaniya o'zining askarlari uchun sig'inoq qurdirgan. Lekin havolandirma tizimiga qarang. Dushman askari kelib, ichkaridagi odamni o'ldiraman deb, shu havolandirma tizimidan granata otsa, o'zini oyog'ining tagiga kelib tushadi. Tepadan otsa ham o'zini oyog'ining tagiga kelib tushadi. Gaz ballon bilan olov haydasangiz ham o'zingizga qaytib keladi, chunki havolandirma sal pastroqda. O'zi nemislar ancha aqlli millat. Dunyoda birinchi bo'lib ot zaravani, birinchi bo'lib mopedni, birinchi bo'lib atom bombani, shunga o'xshash juda ham ko'p narsani birinchi bo'lib ixtiro qilishgan. Endi birinchi jahon urushiga sabab nima bo'lgan deb ko'p so'raysizlar-da mendan. Birinchi jahon urushiga sabab Rossiya imperiyasi O'rta Osiyoni bo'lib olgan. Buyuk Britaniya, Yaqin Sharq, Hindiston, Pokiston, Fransiya esa Afrika davlatlari. Lekin Germaniyaga hech balo berishmaydi. Shuning orqasidan urush kelib chiqqan. Va Birinchi jahon urushi paytida Germaniya o'tkazib qo'ygandan so'ng Germaniyaga 1919-yil Versal shartnomasini qo'yishadi. Ya'ni o'tkazdingmi xo'rlanasan. 100 ming armiyani bir joyga qo'ya olmaysan, og'ir sanoat ishlab chiqarish qila olmaysan. Buning orqasidan Germaniyada giperinflyatsiya shakllanib chiqadi. Ya'ni ocharchilik boshlanib ketadi. Narx-navo ko'tarilib, hamma qiyin ahvolga tushib qoladi. Bundan keyin Gitler boshchiligida natsistlar shakllanadi. 4 imperiyadan qasdimizni olamiz deyshadi. Bizni xo'rlashgan uchun va 1939-yil 1-sentyabrga kelib ikkinchi jahon urushi boshlanadi. Ikkinchi jahon urushiga sabab birinchi jahon urushi tugashidagi Versal shartnomasi edi. Shu Versal shartnomasini biz yutgan davlatlar qo'ygan deb o'ylaymiz, ammo yo'q ekan. Rochedlar ekan. Juda ham ko'p urushlarda orqasida Rochedlar turib ekan. Qora pul imperiyasi kitobini oldim, 2 soatdan keyin bo'yalib, chizilib ketdi. Oxirgi paytda bunaqangi o'qigan kitobim yo'q edi. Bir marotaba o'qib ko'ring, juda ham ko'p fikrlaringizni o'zgartirib o'radi. Rochedlarni noldan yuksalib chiqqanini tushuntirib bergan. Bu kitobda yozgan odamni o'ldirishga harakat qilishgan ekan. Salomat bo'ling. Kitob zarur bo'lsa, Nado nashriyatiga murojaat qiling.